qadimiy shaharning haqiqiy go'zalligini ko'rishni istasangiz, Xivaga bir bor keling. 2500 yildan ortiq tarixga ega ko'hna shahar 1990-yildayoq UNESCOning butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Hozirda esa O'zbekistonning eng mashhur sayyohlik markazlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston vaqti bilan dasturining maxsus sonida islom olamining turistik poytaxtini yana bir bor kashf etamiz. Uzbekistonie xush kelibsiz. Uzbekistan es muy bonito. Albatta Xivaga keling. Uzbekistan vaqti bilan albatta tomoshabin. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. O'rta Osiyodagi ilk ochiq osmon ostidagi muzey shahar bu Xorazm viloyatida joylashgan Xiva shahri. Sayyohlarning eng sevimli manzillaridan biri esa Ichan qal'a hisoblanadi. Qal'a devorlarining ba'zi qismlari 5-asrga borib taqaladi va hozirgi ko'rinishi esa o'rta asr me'morchiligini aks ettiradi. 26 gektar yer maydonini egallagan ushbu qadimiy shahar 10 metr balandlikdagi uzun devor bilan o'rab olingan bo'lib, unga 4 ta darvoza orqali kiriladi. Ota darvoza, polvon darvoza, tosh va bog'cha darvozalari. Xiva shahri afsonalarda aytiladi, lekin haqiqat. Cho'l biyobon deysiz, bizda kum deb gapirishadi. Shu cho'l biyobon kumni baland bir barxan deymiz, kir deydi bizda. Shuni ustiga qurilgan bugungi kungacha yetib kelgan me'moriy obidalarning soni 60 dan ziyod. Faqat Ichan qal'adagi. Shulardan 54 tasi UNESCO tasarrufiga olingan. Endi Ichan qal'a deganning ma'nosi ichkari shahar ma'nosida aytiladi. Nima uchun? Chunki 1842-yilga kelganda Allohning topshirig'i bilan shaharning mudofaasini mustahkamlash uchun bu qal'ani tashqaridan yana bir kattaroq qal'a devori bilan o'rab olingan. Uni 10 ta darvozasi bor. Ana shu ikkita qal'a o'rtasidagi shaharni Deshan qal'a deydi xivaliklar. Shunday qarasangiz qal'a devori ko'rinib turibdi. Aylanib ketadi, o'rab turibdi. Mana bu ota darvoza. Bugungi kunda sayyohlarning kiradigan bosh darvoza shu shaharga kiradigan. Ana u katta gumbazni ko'rib turibsiz minora bilan. Xiva shahrining muqaddas ziyoratgoh joyi Pahlavon Mahmud maqbarasi. Xivaliklar uni Xivani langari deb biladi. Ya'ni Xivani dunyo chayqalishidan saqlab turadigan ma'noda e'zozlaydilar. Eng baland minora O'zbekistonda. Minora 10-asr yodgorligi hisoblanadigan Jome masjidining minorasi. Maskanda 50 dan ortiq tarixiy obidalar va 250 ga yaqin qadimiy xonadonlar saqlanib qolgan. Bular esa 14-asrdan 19-asrgacha bo'lgan davrning tirik tarixini ko'rsatadi. Darhaqiqat Ichan qal'a nafaqat O'zbekiston, balki butun islom me'morchiligi hamda Buyuk Ipak yo'li sivilizatsiyasining eng nodir namunasi hamdir. Bilasizmi? Butun bir shahar qadimiylikni ko'rsatib tursa, yo'lning bu tomonida tasvirchimiz hozir sizga ko'rsatadilar. Zamonaviylik ham aks etib turibdi-da, xuddi poytaxtdagi Zarqaynar ko'chasi va Xasimon mahallasidagidek ko'rinish. Bu yerda o'sha qadimiylik, tarixiylik saqlanib qolgan, lekin aholiga xizmat ko'rsatish, sayyohlarga xizmat ko'rsatish sifati allaqachon zamonaviylikka chiqqan. Hozirda Xiva shahriga kelayotgan sayyohlar soni yil sayin ortib bormoqda. Ichan qal'a davlat muzey qo'riqxonasi esa viloyat iqtisodiyotining drayveriga aylangan. Bu yerda o'tkazilayotgan turli festivallar Ichan qal'aning dunyo miqyosidagi nufuzini yanada oshirib, mamlakat yalpi ichki mahsulotiga valyuta tushumlarini ko'paytirishda muhim rol o'ynamoqda. 25-yilda bizlarga Xorazm viloyatiga 1 milliondan ortiq sayyohlar tashrifi rejasi qo'yilgan edi. O'sha reja bajarildi. Uning natijasida Ichan qal'a davlat muzey qo'riqxonasiga 48 milliard so'm tushum bo'ldi. Bu o'tgan yilga nisbatan oladigan bo'lsak, o'tgan yili 31 milliard so'm tushum bo'lgan edi. Bizlarda shu kelayotgan sayyohlarning sayohatini mazmunli qilish va ularni jalb qilishda bir qancha xalqaro tadbirlarimiz bor. Qovun sayli, Xorazm Lazgi festivali, Bahodirlar o'yini, Strongman, qolaversa bu yildan gastronomik xonlar milliy taomi, gastronomik xalqaro tadbirlarimiz ham bor. Bundan ortiq bir qancha gala konsert dasturlarimiz tashkillashtirilgan. Shuning natijasida bu yilgi bizlarning rejamiz 60 milliard so'm tushum qilish reja qilingan.
Xiva shahrida sayyohlar oqimining ko'payishi xizmat ko'rsatish sohasini tubdan yaxshilashga turtki berdi. Hozirda qal'a atrofida va ichida zamonaviy mehmonxonalar, milliy uslubdagi mehmon uylari hamda sifatli restoranlar tarmog'i yo'lga qo'yilgan. Men bu yer haqida hech narsa bilmas edim, lekin ota-onam O'zbekiston haqida eshitib, bu yer juda chiroyli ekan deb kelishni xohladi. Rostini aytsam, bu yer men kutganimdan ham go'zalroq ekan. Biz Toshkentga kelganimizda uning naqadar zamonaviyligidan hayron qolgan edik. Endi bu yerning qadimiy go'zalligini ko'rib, hayratimiz yanada oshdi. Xizmat ko'rsatish sifati a'lo darajada, ayniqsa transport tizimi ham juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu go'zal tarixiy obidalar men ilgari ko'rganlarimdan juda farq qiladi. Binolar juda ajoyib. Demak, qadimdan yurtingizda bu soha ancha rivojlanganligini isbotlab turibdi. Bu yerda odamlar juda e'tiborli, doim yordamga shay. Har bir ishda sizga ko'maklashadi. Bu esa sayohatni yanada o'ziga xos qiladi. Va menga bu yer juda yoqyapti. Shuning uchun bemalol aytaman, albatta kelinglar. O'zbekiston juda go'zal. We come from New York. Biz Nyu-Yorkdan keldik, chunki yangi mamlakatlarni kashf qilishni juda yaxshi ko'ramiz. Hozir AQSh fuqarolari uchun O'zbekistonga viza talab qilinmasligini eshitdik va yo'lga chiqdik. Sayohatimiz juda hayajonli boshlandi. O'zbekistondagi qiziqarli va qadimiy shaharlarni ko'rishni xohladik. Hozir esa do'stlarim bilan Xivadaman. Ha aytgancha, men o'zbek tilidagi bir nechta so'zlarni bilaman. Yes, I know a few. I know plov is food. I know salam is hello. I know rahmat is thank you. Sayyohlarning eng e'tiborini tortayotgan narsa bu yerda tuya ko'rgazmaga qo'yilgan. Hozir intro olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ismingiz nima? Ismim Sanjar. Sayyohlar qanday munosabat bildirishyapti? Juda yaxshi. Ustiga minib suratga tushib, aylantirib shu yerda xizmat qilyapti. Ha, bitta suratga tushish qancha bo'lyapti? 10 ming so'mdan 20 ming o'tdi. Nimaga qarab? Yosh bolalar katta kichigiga qarab. Mana shunday. O'zi olib farq bo'ladi. O, zo'r, zo'r. Ismi Omon keldi. Ya'ni klichkasi bor, Misha deyiladi. Bakteriyan tuyasi, 2 o'rkashli, Mo'g'uliston tuyasi. Zo'r. Daromad ham yaxshi bo'lyapti. Daromadi Allohga shukr yaxshi, xudo shukr. Qancha bo'ladi? Bir kunga necha so'm topadi? Endi kelayotgan odamiga qarab, masalan 100 ming, 200 ming ana shunaqa. Boshqa safar yoki syomka jarayonlarimiz tugagandan so'ng albatta uni. Mayli, bemalol kelaverasiz, xizmat qilamiz. Ajoyib. Ichan qal'a asrlar silsilasidan omon o'tib bugungi avlodga yetib kelgan ulkan ma'naviy xazina. Davlat tomonidan bu yerda amalga oshirilayotgan restavratsiya ishlari yodgorliklarning asl ko'rinishini saqlab qolishga qaratilgan ezgu tashabbus. Zero, tariximizni qanchalik ehtiyot qilsak, jahon hamjamiyati nigohida O'zbekistonning madaniy qudrati shunchalik yuksalib boraveradi. Bu esa siz u bizga bog'liq.